Ramazonlik mektub 8. qism. İlim əhlillərə mektub. Ey alimlar! Peyğəmbər varisi bolğan alimlar. Ular halal haramның qazılları emasdır. Faqat və faqat Allah öz Rasuluğa öyrətkənnin varisləridir. Allah bilginini tügetkən emas, öyrətkən insandır. Bilimini öğretmeyen alim emasdır. Hujinkeştir xalas. Ey alimlar! Milletin keləcəyi sizlərə amanətdir. Milletni keləcəksiz taşlap qoymaylı. Milletin təqdiri sizlərni kütməkdə. Biyologiya, ximiya, arxeologiya, fizika, astronomiya bizlərni kütməkdə. Dünya özgərdi. Üntünsüz özgərməkdə, yenilanmaqda. Biz mi uyqumuzni içib, dini ilim və fənni ilim deb ikiga bölüb yürməy oquyli. Çünki Qur'an bölmegen, biz mi bölmeyli. Şunu bilişimiz gerek ki, musulmanlarga bugün tefsir ilmi qandaq muhim bolğan bolsa, kainat ilmi mi oxşaşla muhimdir. Çünki birisi insanның Qur'anını, yeni bir bolsa insanğı kainatның Qur'anını ögütüdü. Qur'anni mushafning, ma'noni labzining, tartilni tajvidning, maqsadni zohiri ma'noning oldiga qo'ymayli. Shundaqli ulug' Qur'onni barliq kitoblarning eng ustiga, eng avval qirakka qo'yayli. Ulug' payg'ambarimizning haqiqiy ulgularini oshirib etmasdan, kamaytib etmasdan, o'z bedi bo'yicha bugunimizga yetkazayli va tatbiq qilayli. Allah bizga tunuşturgan peygamberi. Şundaqla beşer bolğan insan peygamberge razı bolaylı. Onunğa əgişeyli, onun hayatını ögünəyli. Beşeri bilimlerini ilahlaşdırılmaylı. İnsanın sözü bilen Allah'ın sözünü bir-biriga almashtırıb etmeyli. Çünkü Allah öz dinini tamamlagandır. Allah tamamladım degenge tamam deyli. İlmimizni bir teşkilat, bir küçkü mail qılmaylı. İmam Əzzəmnin Kufa valisi qılğan sözünü, tutqan meydanını köz aldığımızı keltireyli. O öz vaxtida zalim xalifəyə, sen meni Kufadagi məscidlərinin sanını bədisənmi sanab bərməyəm degen idi. Biz şu nimish qılıvatımız? Kimlərinin beqində tərləvatımız? Küçlükning emas. Haqning sepidin o'rni alayli. Özümüz o'ziga chiqib elib, şotun tartib olmayli. Başqalarni üstü qatlarni ko'rsin, o'rlisin, etrafni, olamlarni. Ular biz yaşagan zamanға emas, kelgusi zamanға hazırlansın. Hazreti Ali der ki, evladınlarını bugünkü emas, kelgüsü üçün tayarlanlar. Ular bugün emas, kelgüsüde yaşaydı. Çünkü zaman künsür aldığı ilgirlemekte. Ular biz bilgenini bilse, zaman ular qarab durmaydı. Bolonlar, tez kilonlar dep koyup, biz bilen təng, yoki aldığımızga kirgennin putqolunu çaqamen demeyli. Qoyayli örlüsün. Uzaqlarga, aylarga, yulduzlarga chiqsin. Eğer şagird ustazni besip düşmese ilim öldü, yoki arkada qaldı demektir. Alim demek elning emgiki demektir. Öz qolunun emgiki qan teri bilen alim bolğandır. Öldürgüç emas, hayat bəxş etgücü. Uxlatqıcı emas, uyğatqıcı ilimning talibi bolaylı. Haqiqatning oldiga özümüzni, menlikimizni qoymaylı. Haqning tili demek, haqning oldida emas, arkasida mangan insan demektir. Haq ve haqiqatni ustozlarimizdan bekrek yaxshi ko'rayli. Ustozlarni söyeyli, biroq haq ve haqiqatni uning avvalgi qatorida qo'yayli. Çünkü haq haqiqatning yüzü ustozlarimizning yüzüdən üstün demektir. Ey imamlar! İmamlar tirilse insaniyet tirildi.
Ular ölse cemaat ölüdü. Şoň imam demek ölüklerini emes, tiriklerini yugan insandır. İmam uxlagan yoki uxlatgan emas, özü oygaq ve oygatgan insandır. İnsanlar gerçi oygatganga emas, uxlatganga amraq bolsun. Meyit yugan insanni g'assal deymiz. İmam bolsa ölüklerini emas, tiriklerini eritäleydigan insandır. İmamlar tirilse cemaat tirilidi. İmamlarning tirilişi imamlar faqat namazda aldıdılar emas, barlıq işlarda aldın qatardan orun elişiga bağlıqdır. Namazda aldıda durup, ictimai hayatda insanlarning arkasında durduğun imamlar bilen cemaat düzelmeydi. Ata-bobullarımızdan yegen näsiller bilen qoşqımız toymaydı. Ular bir xalq idi, ütüp ketdi. Silerge silerning qığınыңlar. Ularning qılgan etkenleri ularga xasdır. Baqara suresi. Ey insanlar, sizlerning ecdadыңlar bilmegen toğru yolda bolgan taqdirdimi ularga ergişimiz demsizler. Ular öz cenneti üçün sə'i qilishdi. Bizmi öz cennetimiz üçün yürəyli. Örp adetler bir deryadaki suğa oxşaşdır. Sudaki löcüler süzülüp, süzük sularını içidir. Örp adetde ata-bobolarning qilgan xatoliklarni supurib ilishning o'zi xato bo'lganidek, hammani qor qo'yib supurib tashlashmi xatodir. Ata-bobolarimizning ochiqidagi o't cho'g'larini ilib, kul g'aldashlarini yiroqqa atayli. Ata-bobolarimizga bo'lgan sadoqat o'choqlardagi kullarni emas, otashlik cho'g'larini qo'llarimizda ko'tarib gulxon yoqmoqdir. Shundoq qilganda ularimiz sizdan rozi bo'lib, tangli qiyomatda mag'zingizga so'yib qo'yadi. Qur'on sirotal mustaqim bilan ata-bobolaringlarning xato urf-odatlarini bir-biriga aralashtirganlarga mundoq deydi. Ularning ata-bobolari aql idrokni ishlatmay to'g'ri yo'lni topolmagan bo'lsa-mu, ular yana ata-bobolarimizning yo'llariga ergishimiz demdi. Yangi modachilarga atalmış madaniylarga ikki kelima so'zim bor. Moda qo'g'lashdik, madaniyatlaşdik deb. Ecnebilerinin urf-odatlarini özleştirip, özünü unutup, özüninkini yaratmayı inkar qilish, özünü yengishning hech o'rni yo'q. Yaxshi kimda bo'lsa, nada bo'lsa qabul qilayli. Bu bizning tabiiy haqqimizdir. Ammo o'zimiznikida azroq nuqson ko'rilib qolsa, oyoqlarimiz ostiga ilib yanjimayli. Chunki bir sevat olmada bir tal sesiq olma bo'lsa, hammasini axlatga tashlash aql mantiqning ishi emasdir. Kichik bovoqning ostidagi poq suylikni deb bovoq bilan qaytib axlatga tashlamdiq yoki ostini tozalab bovoqni bag'rimizga bosamdiq. Undaqda poqliqini tashlab bovoqni bag'rimizga bosayli. Har ishda mo'tadil bo'layli. Ovozimizning emas, so'zimizning, amaliy harakatimizning go'zalligiga qarayli. Chunki haqiqat öz gücünü ovozning yuksakligidan emas, amaliy harakatning go'zalligidan oladi. Shuning uchun Qur'on o'rinsiz ovozni eshakning ovoziga o'xshatgandir. Amaliy bir qadamning 1000 qatim mikrofonda to'lg'andan 100 ming hassa a'lo ekanligini asdan chiqarmaydi. O'zimizning shaxsiy manfaatiga taqashgan har qanday ko'z qarash va sinflarni dinni muhofaza qilish nomi bilan bozg'anlamaydi. Biz xohlayli xohlamayli zaman o'zgarmoqda. Undoq ekan insonlarga qozilik qilib do'zaxga ittirmasdan to'g'ri keng tushunishga intildirayli. Shundoq qilganda oz charchaymiz va oz charchitimiz. Sunniy va shiilik ayrim bir din emasdir. Faqat zamondagi siyosiy maqsad va g'arazlarni amalga oshirish maqsadida o'ttirg'i chiqargan ikki siyosiy ko'z qarashdir. Ta hozirgacha ana shundoq maqsadda xizmat qildirmoqda. Sunniylik va shiilikka munosib bo'lgan jangi jidallar qat'iy kelajakdagi avlodlarga apkilmasligi kerak. Ey islom ummatining guruhvoz urushchilari, to'xtab qolayli. Dushmanlarimizni kuldirmayli. Bo'ldi qilayli. Raqobat husumat bo'lsa tafriqchilik bo'lsa o'lish va o'ldirishni keltirib chiqaradi. Amaliy realligimiz
ana aşu ahir chiqmas jangi jidalning mahsulidir. Bu jarayonda kimning foyda olganligi va ilvatqanligi besh qo'ldek ayondir. Qo'shqira so'qishsa bo'riga foyda. Ikki yo'lbash so'qishsa bo'rilar va tulkilar ularning ustidan g'olib keladi. Hozirgi ummatning amaliy holi budur. Asrlardan halqagan bu sinfiy ish kurashishga xotima berayli. Allohning kitobini o'ttirimizga hakam qilayli. Ahkamul hokimin bo'lgan Allohning hukmiga rozi bo'layli. Musulmonlar o'zining mazhab va mashrablar bilan emas, Allohning dini bilan tariflaydi va shunday qilishi lozim. Alloh bizlarni sizlarning isminglarni musulmon qo'ydi. Musulmon tug'ildinglar, musulmon holda yashab, musulmon holda kelinglar dedi. Biz Allohning bizga qo'ygan musulmon ismiga rozi bo'lmasdan, o'zimiz qo'ygan ismlar ostida cho'kib ketmaylik. Qur'onning bizga qo'ygan ismiga rozi bo'lmasdan, o'zining mazhabi va mashribi ko'z qarashlari ostida ism qo'yib, u ismlarni dinning ustiga chiqarib olgan toiflarni Allohga havol qilamiz. Layoqatni, ahliyatni avval qo'rin qo'yaylik. Yaqinim, do'stim, yurtliqim deb aql idroki yetilmagan insonlarni bizni qo'llaganlik uchun oldimizga va yinimizga tatmaylik. Hazreti Ömerning "Ey Ömer, Allohdan qo'rq" degan biriga Ömer kimki Allohdan qo'rqmaydigan deb yerga yiqilganini esdan chiqarmaylik. Samimiyat degan kalimani so'zda emas, yana bir qatim o'zimizni o'zlashtirishga harakat qilaylik. Shaxsiy manfaatimizni emas, umumning xayrligini avval qo'rin qo'yaylik. Biz uchun yaxshi bo'lgani boshqalar uchunmi yaxshi? Biz uchun yomon bo'lgani boshqalar uchunmi yomondir? Biz doim men emas, bizni asos qilgan holda fikr qilaylik. Har ishimizda Qur'onning shu 5 prinsipini asos qilaylik. Haqiqat, adolat, mazhab, ahliyat, layoqat va mashruiyatdir. Alloh bilan qasamki, bashariyat dunyosida bu 5 narsaga qarshi chiqadigan biror kishi mavjud emas-ku. Ey ilm ahlilari, millatni bo'lmayli, bo'lishga sababmi bo'lmayli. Millatga dadining qattiqligi va kuchligi bilan emas, onaning marhamati bilan muomala qilaylik. Islomning imomlik va liderlik tarafi kuch-quvvat bilan emas, mehr, shafqat va marhamat, sevgi, muhabbat bilan tariflanadi. Ulug' Allohning o'z kalomida har so'rda o qadar ko'p Rahmon va Rahim ismini tanlagandir. Onaning rahmi Allohning ism-sifatlarining tajallisidir. Ana shunglashqa rahmat va marhamat bilan to'niladi. Islom dinida imom, ummat kalimasi ona kalimasi bilan bir masdardan kelmoqda. Imom, lider, dal marhamat tarafini elish kerak. Ummat insoniyatning onasi, imom jamoatning onasi demakdir. Lider onalik rolini o'ynay olgandila liderdir. Mana shundoq bo'lgandila jamiyatimiz o'zi mehr, shafqat va marhamat, sevgi, muhabbat jamiyati bo'ladi. Farqli bo'lishimiz boylig'imizdir. Undaq ekan bu boylig'imizni kambag'allashtirmaylik. Fikrimiz va tasavvurimiz o'xshash bo'lmasligi tufayli bir-birimizni cheklash va qarshi turish, hattoki dushmanlashish bizni oldiga ilgirlatadigan narsa emas. Balki orqamizga qaytirib, o'zaro urush jidalga ilib boradigan omildir. Undaqda o'zaro hurmatni, ilmiy madaniylikni asos qilaylik. Millat vatanning manfaati bilan tashkilot va partiya jamoatning manfaati yuzma-yuz kelib qolgan vaqtda hech ikkilanmasdan vatan millatning manfaatini eng avval o'rin qo'yaylik. Taqvo va mas'uliyat tarozisini birinchi o'rin qo'yaylik. Ko'plik ko'pchilikni emas, haqchilikni asos qilaylik. Ko'plik ko'pchilik bo'lish uchun emas, oz bo'lsa eng sop, samimiy, safoliq bo'lishga tirishaylik. Va bu asosda musobaqalashaylik. Hakovurlik, takabburlik, tamannodan uzoq turaylik. Mening ilmim yetidi, o'zimga o'zim yetaman demaylik. O'ziga o'zi yetgan faqat Allohdir. Biz o'zimizga o'zimiz qat'iy yetmaymiz. Bizning dinga qilgan xizmatlarimiz bizni aldab qo'ymasin. Chunki Alloh sizlardan va bizlardan bo'lmaganlar orqali bu dinni ustun qila oladi. Payg'ambarimizning deganidek o'zimizni dindor ko'rsatishga oldirmaylik.
Diniy ibodatlar bozorda sotadigan tovar-mol emas. Shuni esdan chiqarmasligimiz kerakki, bu din ibodatinglarning emas. Ubudiyat, taslimiyat, samimiyat, sadoqatning dinidir. Islom dinining maqsadi o'z mansublarini alohida bir ruhban sinf qilish uchun emas, bashariy va koinot bilan chiqishadigan, uni yashitadigan haqiqiy bir inson qilib yetishtirmakdir. Haqiqiy dinni qabul qilish va tunishtirishda faqat ota-bobolarimizni taroz mizon qilmasdan, haq va haqiqatni, aql idrokni o'lcham qilayli. Balkim ajdodimizning ba'zi xatoliklari bo'lishi mumkin. To'g'risini olayli, xatosini ilg'ab atayli. Ular dinni erkin ozoda o'qish va o'qitishdan mahrumdir. Hammamiz og'zimizni ochayli. Da'vat xizmatini hammamiz o'rtaq bir shaklda qilayli. Bugungi bashariyatni kutib oladigan eng chong halokat kambag'allik, iqtisod va boshqa halokatlar emas, insoniyat qalbida vijdon marhamatning o'lishi, barbod bo'lishidir. Odamlik, insonlikning, sevgi muhabbatning yo'q bo'lishi, o'zaro qo'llash va quvvatlashning yo'q bo'lishi, aksicha o'zaro ishonmaslik, o'zaro inkorchilik harakatining ko'payishidan iborat halokatdir. Bu halokat va falokat musibatga hammamiz birlikda qarshi turayli. Cho'llarni bo'ston qilish osondir, ammo qalbiy cho'llarni bo'lsa o'zgartmak ba'zi mushkuldir. Eng xatarlik bo'g'ini insoniy qadr-qimmatning yo'q bo'lishidir. Chunki insoniy o'lchamning tarozilarining tosh to'qmoqlari allburun sungandir. Inson insonning chilbörisi, inson insonning jahannami bo'lgan bu kunda bir-birimizning jannati bo'lishga tirishayli. Hammamiz Yunusning tavbasiga qaytib, o'zimizni yangidan boshlayli. O'zimizni yangi boshdan qurib chiqayli. Nijotligimiz uchun hammamiz tavba qilayli. Ey mu'minlar, nijotlikka erishishinglar uchun hammanglar birdek tavba qilinglar. Nur surasi. Xalqimiz zindonda jon talashmoqda. Kelinglar, hammamiz ularni o'lim zindonidan qutuldirayli. Bu yo'lda qo'l-qo'lga tutishayli.